Assalomu alaykum barchangizga. Bugun Isomayilda hayvonimizda uyluchalarimizni ko'paytirib ko'rishingiz. Biz ketdik. Biz 10 talik ham chiqdik va yutqizib qo'ydim bir ikki marta. Shuning uchun qaytdim ortga. 20 talikka harakat qilish kerak. Olmos bor ekan. 40 talikda bor. 50 talikda esa yo'q. Bitta nimaga internet umuman minus bo'lyapti. Turinglar hozir Wi-Fi narisi bo'lib oladi. Ikkita Wi-Fi taqishimiz kerak. Endi ishlab beradi. Tamam. Bismillahirrohmanirrohim. Endi ishlamadi. O internetdan ekan. Lekin YouTube'ni yorib to'xtamay ochyapti. Umuman o'ylab aylanmasdan ochyapti. Bak bosib o'tmaylar. Tezroq qilsak, shu obunachini 55 ta bo'ldi obunachim. Sizlardan iltimos. Wow, akkauntda menikidan ham ancha kuchlidir. Foydasi yo'q ekan, baribir overni pastlatib tushgan bilan overim necha deb o'ylaysizlar? Meniki balki 25 ta, balki 24 ta. Meniki 125. 124 ekan shu akkaunt. Lekin 109. Aylab qilamiz. Balki uni chiqib ketgandir. Chiqib ketdi. Bunda yo'q, ko'rina qo'ymayapti. Demayli bir turaqqa. Bundan Tamam beraman. Sinyo. Bu tapışında kız. Tamam. Sizlarga iltimos. Mustaqil o'ylab bu narsani. Nima qilyapman har kuni? Просто anaqa yig'mayapti. Ular prasmotga yig'mayapti. Kameradan ko'ryapti, shular ham lag bosib qo'ymayapti chunaganda. Bu pul deydi lagchi. Itu tamamsa. Görürüz. İyi. Kuş varsa. Çakramızda kim var bu yerde? Göremem ben. İki siyahana tutup alıyorlar. Bunlar da alıyor insanlar. Çok büyük. Kazanmaz. Çok kötü. Oynayıp koysam bu arada. Ronaldinho hakkı. Yaman. Roberto onun karşıda. İlk atamız. Yazıyor. Bugün ya. Harus gol sering ano. Kalau fokus lebih waktu kita. Nakabola mas mas. Golun perhatian sudah. Jadi kan merah. Orang turun ke bawah. O'ylagan boshqa narsa bo'ladi. Antoniga berishga bu pastda Antoniga amalga oshirib ketdi. Shuncha baqa ketib qoldi. Ya Antoniga kelmasdan amalga keldi. O qo'ydi.
Tele, Teber. Hayvasa yutishga. Vuy. Nimalar qo'shib ketaymi? Ha? Nimalar qo'shib. Pushka hali ko'pchilik qilyapti deyalar uchun bu zarbani yarim topdilar. Oxirgi chapga bo'yi joydan ko'payib borishi mumkin. Endi ichidan bilmayman-ku, yaqinga 5-6 metr bilmayman. Lekin yarim tortsa bo'lgani gol urdim. Chetdan urib olmaydi, o'zi bilib qoldim. Qanday urishni bilmaganlar uchun agar biz bilmaymiz, unaqa ko'payadi. Yamal pizde to'g'risi. Agar bo'lsa oylarda, agar shartli oylarga bu qilishim kerak buni. Hadi turgan turadi. Tamam. Ana shukr. Alat bo'ldi. Ricochet bo'ldi. Sasa o'ynayotgan juda tez gol urdim-da. 3 tane 20 sekund bo'lgan urib ko'rdim shaklda. Keyin ketaveryapti. Endi urdim ketmaydi. Yetib ketmaydi. Uni qilgan. Yag'matana. 3 tadan keyin o'zimga ikkita urib qo'ymoqdalar-ku, ko'rib o'rlagan bo'laman-da. Naqiylarga asabiylarga tezada Andreydan ko'ramiz. Yarim totdim mana ko'rasizlar, rikoshet bo'lib qoldi. Yarim totdim, ko'rdinglar, 4 ta yarim totdim. Yana 5 minut ekan bu. 5 minutda uramiz naqara. Dilamana. O'xshamayapti turganlar uchun. Bu o'sgan narsani asos qo'yganida. Buning muhtem futbolchilar zarbasini sekinlashtirib qo'yib, gol urish qiynalashtirib qo'yibdi uzoqdan. Hayotdagiga ham o'xshash kerak-da. Multfilm bo'lib ketdi o'zichi. Yo'q. Gabriel ko'raman. Anaqa yulduzlar. Ko'rdilar, oxirgi to'plar bo'ldi. Oxirgi to'plar u ikki tane edi. Yedison. Hatta qo'yag'onlar. Ani maksimal gol urishga o'ynagan yo'q. Zero Antonin tezligi 0 deb bo'lyapti. Nimaga bilmayman. Hop. Ye. Bu sondan chiroyli so'z. Okay. Hiyla chiqadi. Qo'y. Yaxshi. Birinchi o'yin o'z nihoyasiga yetdi. Juda cho'zilib ketdi o'yin. Tikroq chiqsa endi. Tezroq chaqir, aylana olmasdan. Bir minut bo'lyapti. Bir minut bo'ldi ham aylanayotgan.
Bilaman FC'ni to'rtligini. Hozir nima bo'ldi bu yerda? Men sog'lik salomat bo'lib mingdo'llar ko'rishguncha hozir internetim yaxshilamayapti.